Ustoz, bu o'z mehnatini boshqalarning porloq kelajagi uchun ayamaydigan jonkuyar inson. Mening ismim Abdumalikov Feruzbek. Men 2023-yil ADM Jizzax zavodi sifat nazorati bo'limiga qabul qilindim. Bizga birinchi kelganimizda Qahramon aka ustozim bizga juda ko'p bilim va ko'nikmalarni berdi. Bizni bilmaganimizni o'rgatdi. Qiyinchiliklarda bizga juda katta yordam berdi. Sifat nazorat bo'limida meni Abdumalikov Feruzbek bo'lishimga sababchi inson ustozim Qahramon aka bo'ladi. Men unga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Ustoz va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Ustoz, bu javobsiz savollarga ham imkon topuvchi mutafakkir olim. Men Abdusalom Ahmarov 2023-yildan buyon ADM Jizzax avtomobil korxonasida hayvonotlar sexi Mo'nglayn uchastkasida o'z faoliyatimizni olib boraman. Bu davr mobaynida Muhammadjonov Rohatbek aka qo'l ostilarida barcha ko'nikmalarni va o'z bilimlarini biz Mo'nglayn uchastkasi jamoasiga o'rgatganligidan xursandmiz va shu fursatdan foydalanib bizni biz qilgan hayvonotlar sexida shu darajaga yetkazganliklari uchun katta rahmat. Shu fursatdan foydalanib 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan ustozimiz Muhammadjonov Rohatbek akani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ustoz, bu biz bilan yelkama-yelka yo'lga chiqqan karvon yo'lboshchisi. Mening ismim Jiyanboy Zufar. ADM Jizzax zavodi 2023-yil yanvar oyida ish faoliyatini boshlaganman. Ish faoliyatini boshlagan vaqtim ustozimiz Abduahadov Abdurov aka o'zini bilim va ko'nikmalarini o'rgatdi. Hozirda ADM Jizzax yig'uv sexi shassislikni brigada lavozimida ishlab kelmoqdaman. Abdurov akani bizga bergan bilim va ko'nikmalarni ish faoliyatini juda katta asqotdi. 1-oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni bilan Abduahad Abdurov aka ADM Jizzax zavodi shogirdlaringiz nomidan chin qalbdan tabriklayman. Ustoz, bu eng katta mehr, eng katta saboq va eng katta minnatdorlik timsoli. Men Norqul va Madina bo'yoqlash sexida 2 yildan buyon materialist muhandis lavozimida faoliyat olib boraman. Kasbiy ustozlarimdan biri Madaminov Oybek Musajonovichga. Hurmatli ustoz, mehnat sirlarini o'rgatib, doimo yo'l yo'riq ko'rsatganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan shogirdlaringiz nomidan sizni tabriklayman. Muhtaram ustozlar, sizni ADM Global kompaniyasi nomidan vatanimizning umumxalq bayrami, o'qituvchilar va murabbiylar kuni munosabati bilan rahbariyat hamda mehnat jamoasi nomidan chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga bildirilgan barcha ezgu so'z, barcha ezgu niyatlarimiz, ezgu tashakkurlarimizni butun jamoamizning hurmat va ehtiromi sifatida qabul qilishingizni so'raymiz. Ushbu muborak ayyomda barchangizga sihat salomatlik, baxt va saodat, ezgu ish faoliyatingizga muvaffaqiyatlar, xonadoningizga fayz va baraka tilab qolamiz.